Men klinik ordinaturani deyarli tugatdim. Qaynsinglim birinchi kursni endi boshladi stomatologiyada. Men sizdan shuni so'ramoqchi edim. Qaysi fan birinchi kursda sizga qiyinlik qilyapti? Shaxsan men uchun birinchi kurs sifatida anatomiya, lotin tili fanlari juda qiyinchilik tug'diryapti. Yangi terminlar, yangi so'zlar, ko'p ma'lumot. Nima qilyapsiz? To'kib qo'ydim. Menga Krem krem surtmoqchi edim. Krem zakaz qiluvdim, shuni shu yoqqa bitta krem o'zimga sotib oldim. Oyoq uchun hozir mana bunaqa dabdarasini chiqardim. Lekin qo'l uchun ham yoqdi menga. Shuni hozir surtib o'tirdim. Siz yaxshi ekansiz. Sizga hozir lotin tili, anatomiya qiyinlik qilyapti, shuni ham. Ikkinchi kursda sizga точно mana shu fan kerak bo'ladi. Fiziologiya. Hozir bu kitobda menda ancha payt saqlanib turdi. Endi sizga sovg'a qilmoqchiman. Umid qilamanki, sizda ko'proq kerak bo'ladi va ko'proq foydalaniladi. Juda katta kitob. O'qishga men yillarim ketadi-ku. Как раз hozirdan boshlashingiz mumkin. Menda menga o'xshagan yaxshi yanga bo'lmagan. Shu kitobni berishga. Sizda men borman. Boringizga shukr.